Hozir sizlar bilan Instagramda target yoqishni ko'rib chiqamiz. Uni bizga Hidoyat tushuntirib beradi. Marhamat. Xo'sh, target yoqish uchun avval telefonni blokda osib olamiz. Okey, ekran yozuvi boshlandi. Sizlarga ham ko'rindi degan umiddaman. Demak, avvalo bizlar qilishimiz kerak bo'lgan ish Instagram profilimizga kirib olamiz. Instagramga kirgandan keyin biz targetni qaysi videoga yoqishni tanlashimiz kerak va albatta tavsiya etiladi videoga target yoqish kerak. Rasmga yoqilgan targetlar uncha ish bermaydi. Ishonmasangiz sinab ko'ringlar. Xo'p, boost postga bosamiz. Uni bosgandan keyin bu bizdan so'raydi what do you want people to do when they see your ad, ya'ni bizlar target yoqqan videomizni odamlar ko'rgandan keyin nima ish qilish kerak. Demak, bu yerda 4 ta imkoniyat bor. Birinchisi visit your profile, ya'ni siz profilingizga tashrif buyurish. Buni obunachi yig'moqchi bo'lganlarga tavsiya qilinadi. Visit your website bor, o'zingizni Telegram kanalingiz yoki veb-saytingizga ko'proq odam tashrif buyurishni xohlasangiz bu tanlanadi. Message you bor, sizga xabar yuborish. Agar siz nimadir sotayotgan bo'lsangiz, mana shu tavsiya qilinadi. Ya'ni sizga shaxsiydan yozib, men shu narsani sotib olmoqchiman deb odamlardan xabar olmoqchi bo'lsangiz, shu tavsiya qilinadi. Aynan shunisini kiritaylik bo'lmasa. Demak, biz shu bo'yicha davom etamiz va to'rtinchisi bor optimized mix of actions, ya'ni optimallashtirilgan turli xil amallar. Bu yerda ham profilga yozdirib, ham veb-saytga kiritib shunaqa qilsa bo'ladi. Bizda hozircha xabar yozish kifoya va davom etishni bosamiz. Undan keyin who should see your ad degan yozuv chiqadi, ya'ni sizni reklamangizni kim ko'rishi kerak. Bu yerda biz auditoriyani to'g'ri tanlab olishimiz kerak. Aks holda sizni pulingiz shunchaki havoga uchib ketish ehtimoli juda baland. Demak, biz create your own ga bosamiz, ya'ni yangisini yaratishga va auditoriya uchun biz nom beramiz. Misol uchun bizda hozir joynamoz sotilishi kerak. Buni masalan inglizchada pre-mat deb qo'yaman. Xohlasangiz o'zbekchalab joynamoz sotish deb qo'ysangiz ham bo'ladi va location degan joyga biz joylashuvni kiritamiz. Buni kiritishning ikki xil usuli bor. Regional usuli bor, local usuli bor. Local usulida biz o'zimiz turgan joyni belgilab turib, radiusni belgilasak bo'ladi. Ya'ni misol uchun biz hozir Urganchdamiz. Urganchda biz turgan joylashuvdan 5 kilometr radiusdagilarga ushbu reklama ko'rinishini tanlasak bo'ladi. Ya'ni biz o'zimiz sotayotgan mahsulot yoki xizmatni faqat shu joyga bermoqchi bo'lsak. Buni kattashtirsak ham bo'ladi. Misol uchun 30 kilometrgacha boradi bu. 30 kilometrgacha chiqadigan bo'lsak, bizda taxminiy auditoriya 1.7-2 million orasida ko'rinyapti. Va bu degani biz hozir reklamani berishni bossak, shu zahoti bizni videomiz 2 million odamga ko'rinadigan emas. Bu Xorazm territoriyasida, ya'ni shu turgan joyimizda 30 kilometr radius atrofidagi insonlarga ko'rinadi, to'g'rimi? Ha. Va bu maksimal, ya'ni pulni boricha tiqsak shunaqa natija beradi. Biz buni kichikroq qo'yishimiz mumkin, 5 kilometr radiusda yoki biz mahsulotimiz yoki xizmatimizni butun respublika bo'ylab yoki mintaqa bo'ylab tarqatmoqchi bo'lsak, regionalga bossak ham bo'ladi. Bizga hozircha O'zbekiston bo'ylab reklama tarqatgan yaxshiroq. Unday holatda biz ad locationga O'zbekistonni kiritamiz. O'zbekiston deb yozaman va bu menga O'zbekiston chiqarib beradi. Ya'ni butun mamlakat bo'ylab bizni reklamamiz ko'rinadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 15.1 milliondan 17.8 million odamgacha ko'rinishi mumkin maksimalda. Bu degani O'zbekistonda shu miqdorda Instagram faol foydalanuvchilari bor degani. Xo'sh, biz bosdik, minimum yosh degan joyi bor. Bu eng yosh 18 yoshdan kattalarga ko'rsata olamiz. Balkim bizning mahsulotimiz kattalar uchun bo'lsa, biz 22 yoshdan kattalar uchun qilib belgilasak ham bo'ladi. Biz esa 18 holatda qoldiramiz. Mahsulotimiz 18 yoshlar uchun ham normal. Va oxirgi joy juda ham muhim. Biz audience suggestionsga kirib turib, interest qismiga o'tib, qiziqishi mos bo'lgan qiziqishlarni belgilasak, o'sha joynamoz, gilam yoki o'shanga qiziqishi bor odamlarga ko'rinadi. Aks holda bu duch kelgan odam oldidan chiqib kelaveradi reklama va natijasi past bo'lishi mumkin. Va joynamoz degan qiziqish Instagramda yo'q. Shunga yaqinroq bo'lgan mavzulardan bu tavsiya qilyapti bizga hozir. Visual arts, ya'ni tasviriy ko'rinish, ya'ni joynamozda nimadir tasvir bo'ladiki, qanaqadir rang bo'ladi. O'shanga kirsak bo'ladi va buni yana kirsak bo'ladi. Carpet, ya'ni gilam. Joynamoz ham gilamsimon buyum hisoblanadi. Carpet deb qo'yamiz, bu chiqarib keladi. Carpet cleaning, carpet degan gilam. O'sha qiziqishni ham yoqib qo'yamiz va bizga o'shanga qiziqadigan O'zbekistondagi auditoriyani taxminiy son chiqarib keladi. Demak, 700 mingdan 1 milliongacha bo'lgan oraliqda bu sohalarga qiziqadigan odamlar bor. Yoki sovg'a yoki nima deb qidirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Gift deb yozamiz va kalit so'zlarni iloji boricha ingliz tilida yozinglar, sababi ingliz tilida kalit so'zlar yaxshi ishlaydi. O'zbekcha ham buni joynamozda sotayotgan mahsulotimizni ko'proq sovg'a sifatida ham tavsiya qilish mumkin-ku. Yana bitta kalit so'z kiritdik. Bizda taxminiy auditoriya 1.3-1.5 million atrofida bo'ldi. 1.5 million. Bizga shu normal, hali biz target uchun maksimal darajada pul tikmayapmiz. Sababi, demak, danni bosamiz va bizda auditoriya tanlovi tayyor. Undan keyin reklamamizni kim ko'rish haqidagi bo'lim qayta chiqadi, ya'ni tasdiqlab olishimiz uchun. Demak, biz pre-mat degan kategoriya ochdik va bu yerda biz tanlagan o'zgartirishlar ko'rinyapti. Next bosamiz.
Uni bosgandan keyin byudjet va muddat ko'rinadi. Byudjet bu biz qancha pul tiqayotganimiz, muddat esa u qancha muddat davomida ishlashi kerak. Kunlik byudjet degan joyi bor. Bu yerga biz 3 dollardan qo'yib turib 3 kunga yoqsak bo'ladi masalan. Demak, 3 dollarga qo'yamiz. Kunlik byudjetimiz 3 dollar va buni set durationga kirib turib 3 kun ko'rinadigan qilsak bo'ladi. Demak, 3 dollardan 3 kun ko'rinadi va bu yerda Boshqa insonlar xohlagan muddatcha qo'yishlari mumkin. Bu qancha insonga ko'rinishiga qarab ta'sir o'tkazadi. demak, 3 dollarni kiritdik. Uni kiritgandan keyin bu yoqda bizga ko'rindi. Ad budjetimiz 9 dollarni oldi va bizda taxminiy videomiz qanchadan ko'rinishi haqida ma'lumot paydo bo'ldi. 3393 tadan 6676 tadangacha ko'rinishi mumkin bizning videomiz. Bo'ladimi? Yoki 2 kunga 4 dollardan? 2 kunga 4 dollardan shunday qilib qo'ygan, ishtimga ko'rinadi ekan. Balkim unda ko'proq auditoriya kamera bo'larmiz. Demak, tasdiqlashni bosamiz. 8 dollar. 2974, 5853. Kamaydimi, ko'paydimi? Bizga kamroq bo'ldi. Shu 3 kunga normal. 5 dollardan 2 kunga. Ha, 4700gacha. 5 dollar 2 kunga. Qaysi biri nimaroq bo'lgan? Foydaliroq bo'lgan? Iloji boricha kuniga ko'proq byudjet kiritsak, kamroq yaxshiroq bo'ladi, ko'proq odamga boradi. Mayli, bitta qilib ko'ramiz. Demak, nextni bosamiz. Increase duration bu tavsiya qilyapti. Ko'proq kun, misol uchun 6 kunni tanlayapti, lekin byudjet ko'tarsa qilsa bo'ladi, lekin biz notnamda bosamiz. Bizga hozircha shu kifoya. Va bundan keyin bizdan to'lov usullarini so'raydi. Klassik oxiri shu. Okey, davom qilishni bosamiz va bu yerda VAT ham bor. VAT bu qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni o'zi reklama narxi 10 dollar bo'ldi. O'zbekiston bilan Instagram o'rtasida shartnoma bor. O'zbekistonga Instagram soliq to'laydi va O'zbekiston qo'shimcha qiymat solig'i oladi va uni ham bizga to'latadi. Umumiy to'lov 11,2 dollar bo'ldi. Demak, boost postga bosamiz va undan keyin bu bizni postimiz tekshiruvga ketadi. Ya'ni Instagram to'g'ridan to'g'ri istalgan videoni yoki rasmni targetga yoqib yubormaydi. Uni tekshirib turib, agar ichida noxush material bo'lmasa, keyin chiqarib yuboradi. Va bu target yoqish usuli shu yo'sinda istalgan videoga, endi qonuniy videolarga target yoqish mumkin. Video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.